Avvalambor assalomu alaykum. Men ushbu video dars orqali sizlarga ibtidoiy davr va uning o'rganilish tarixi haqida biroz ma'lumot berishga harakat qilaman. Olimlar insoniyatning eng qadimgi davr tarixini 6 ga bo'lib o'rganishni taklif qilishadi. Bular paleolit, mezolit, neolit, eneolit, bronza va temir davrlaridir. O'z navbatida ular ham davriy tarmoqlar, ya'ni davrlarga bo'linadi. Masalan, paleolit davri ilk, o'rta va so'nggi kabi 3 davrga bo'linadi. Inson hozirgi ko'rinishga kelgunicha uzoq vaqtli evolyutsion rivojlanish davrini boshdan kechirgan. Jamiyat tuzilishi ham shu davr ichida bir necha bosqichlarga bosib o'tdi. Ibtidoiy jamoat tuzumi ibtidoiy to'da va urug' jamoalarini o'z ichiga oladi. Keyinchalik jamiyat taraqqiyoti qabila va qabilalar ittifoqi kabi tuzilmalar bilan mukammallasha bordi. Endi inson suyaklari topilgan hududlarni ko'rib chiqamiz. Janubiy Afrikadan Avstralopitek, Sharqiy Afrikaning Zinch vodiysidan Zinjantrop, Indoneziyadan Pithecantrop, Xitoydan Sinantrop, Germaniyadan Neandertal, Fransiyadan esa Kramonion odami suyaklari topilgan. Eng uzoq, ya'ni 1 millioninchi yildan 12 mingillikkacha davom etgan paleolit davrida inson shakllandi. Ilk paleolit davrida Avstralopitek, Zinjantrop, Pithecantrop, Fergantrop va Sinantrop odamlari. O'rta paleolit davrida esa Neandertal, so'nggi paleolit davrida Kramonion odam yashagan. Termachilik va ovchilik qadimgi inson asosiy mehnat faoliyati bo'lgan. Qadimgi insonlar faoliyati davomida tosh qurollardan keng foydalanganlar. Tosh qurollar turli geometrik shakllarga ega bo'lgan. Chopperlar, nukleuslar, mikrolit va tosh paraqalar qadimgi inson qo'llagan mehnat qurollari sirasiga kiradi. Yana qadimgi davr matriarxat va patriarxat davrlarga ham bo'linadi. Endi davrlar kesimida o'zgarishlarni qisqacha sanab o'tamiz. Paleolit davri. Toshga ishlov berishning turli usullari o'ylab topildi. Inson shakllandi. Jamiyatda ruhchilik tizimi tarkib topdi. Turar joy hamda hayvon terisidan kiyim-bosh kiyish boshlandi. Mezolit davri. O'q-yoy ixtiro qilinishi hamda hayvonlarning qo'lga o'rgatilishi bilan xarakterlanadi. Neolit davri. Sopol idishlar, to'quvchilik, paxsa uylar, misning kashf etilishi bilan ajralib tursa, eneolit davri esa ilk shahar davlatlar vujudga kelishi hamda xom g'ishtli uylar qurilishi bilan qolgan davrlardan farqlanadi. Bronza davrida ota urug'i yetakchilikni o'z qo'liga oldi. G'ildirak va kulolchilik charxi kashf etildi. Shuning bilan men tayyorlagan video rolik o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun